Assalomu alaykum, Traktor Bor.uz kanalining hurmatli kuzatuvchilari. Bugun yangi agregatlarimiz kelgan. Shohrux bilan shuni kichkina obzor qilib o'tamiz. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchi boruvchilar. Bo'lmasam biz obzorimizni boshladik. Do'stlar, bo'lmasam biz obzorimizni boshladik. Bizda birinchi agregatimiz Navesnoy kultivatorimiz. Xo'p, Ulug'bek yaqinroq olib keling. Bu kultivator nimadan boshlaymiz? Kultivatorimiz 4 qatorli Navesnoy kultivator hisoblanadi. Ko'rib turgan pichoqlar har qanday qattiq yerlaringizni ham, o'tli yerlarni ham birinchidan yumshatib ketadi, ikkinchidan begona o'tlarni kesib ketish xususiyatiga ega. Ushbu kultivatorimiz 4 qatorli hisoblanadi va bu kultivatorni hozirgi kunda eng talab ko'p bo'layotgan 60 qator orasidan 90 qator orasigacha bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Va bu kultivatorni ishlatib bo'lib, yana xuddi shunday qilib ustanovka qilib qo'yib qo'ysanglar bo'laveradi. Ish vaqti kelganda traktorga ustanovka qilib, yana o'zini ishini qildirsanglar bo'laveradi. Xo'p, yana aytib o'tib ketadigan shu ko'rib turgan sariq rangli bunkerlar orqali sizlar yeringizga har qanday mineral o'g'itlarni solishingiz mumkin. Ushbu kultivatorimizni qanday traktorda ishlatadi? Ushbu kultivatorimizni hozirgi kundagi 60 ot kuchidan 100 ot kuchigacha bo'lgan traktorlarimiz bemalol ishlata oladi. Ushbu pichoqlar orqali siz yeringizni taxminan 5-12 sm gacha chuqurlikda xo'p yumshatib, unga hosildorlikni kuchaytirsangiz bo'ladi bemalol. Hozirgi kunda eng talab ko'p bo'lgan agregatlardan bittasi ushbu kultivator hisoblanadi, chunki hozirgi kunda hamma joyda 76 qator orasiga o'tib ketgan. Boya aytib o'tganimizdek, ushbu kultivatorimiz universal hisoblanadi, ya'ni 60 qator orasidan 90 qator orasigacha bemalol ustanovka qilib ishlatsangiz bo'ladi. Agar sizga to'liqroq ma'lumot kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga murojaat qilib, bemalol to'liq ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin yoki bo'lmasam kommentariyada nima sizga qiziq bo'layotgan bo'lsa, o'shani yozib keting, biz sizga albatta javob beramiz. Do'stlar, bizda keyingi agregatimiz kechagina kirib kelgan 2026-yilgi xo'p rotorli kasilkamiz Rossiya davlatida ishlab chiqarilgan Agrastar firmasiga tegishli bo'lgan 195 sm rotorli kasilkamiz. Ushbu rotorli kasilkamiz ko'rishingiz mumkin, ikkita baraban diskli hisoblanadi va bu barabanlar ichida 4 tadan pichog'i bor. Bu agregatni siz bemalol beda o'rish yoki bo'lmasam baland bo'yli o'tlarni tozalash maqsadida ishlatsangiz bo'ladi bemalol. Videoni oxirigacha kuzatishni davom eting, videoga like bosishni unutmang. Xo'p, ushbu agregatlar to'g'risidagi, narxlar to'g'risidagi ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga murojaat qilinglar. Biz sizlarga narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Agar bizni ishlarimiz ichida naqd pul asosida xarid qilmoqchi bo'lgan insonlar bo'ladigan bo'lsa, albatta telefon qiling, bizga murojaat qiling. Biz chiroyli narxlarda sizlarga chegirmalar asosida, super skidka asosida sizlarga agregatlarimizni hal qilib beramiz. Tez va oson ishlarni bitirib beramiz. Va bizda keyingi agregatimizni Erkin aka obzorlarini davom ettiradi. Erkin aka, Hurmatli kuzatuvchilarimiz, navbatdagi agregatimiz kartoshka ekadigan apparatimiz hisoblanadi. Rossiyadan kirib kelgan. 2026-yil 2 kun bo'ldi kirib kelganiga. Xudo xolasa buni kichkina obzorini qilib o'tamiz. Sizlar uchun manfaatli bo'ladi, xudo xolasa. Bu Litsilmashdan L202 modeli 4 qatorli bo'ladi. Bu agregatimiz. Ko'rib turganingizdek, oldida ocharlari bor. Bemalol ko'rsatishingiz mumkin. Bu ochar hisoblanadi. Uni orqa tarafida o'sha ocharni yopib ketadigan diskoy baranalari ham bor. Ulug'bek bemalol kelib ko'rsatishingiz mumkin. Bu oldidagi ochib ketadigani, bu yopib ketadigani diskoy baranasi hisoblanadi. 4 qatorli Litsilmash L202 modeli. Kartoshka ekadigan, jaydar tilda aytganda dehqonlarimiz tushunadi. Aytib o'tganimizdek, 4 qatorli bularda oralig'i 70 sm, og'irligi 760 kg bo'ladi. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, o'zining bunkeri bor, mana ko'rsatishingiz mumkin. 760 kilolik bo'lsa, bemalol 200-300 kilolik kartoshkani solib, bemalol ishlatishlari mumkin. O'zining jihozlarini ham ko'rsatib o'ting. Bu donalab har bitta kartoshkani joyiga ekadigan apparatimiz hisoblanadi. Bu ishchi kuchini kamaytiradi, albatta ish rejimini ham, soatini ham yaxshilaydi. Ko'pchilik izlagan texnika agregat hisoblanadi. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, fermer akalarimiz, bu kartoshka oralig'i 20 sm dan 40 sm gacha oraliqda o'zgartirsangiz bo'ladi. Bu yana bitta plus tarafi. Bemalol oraliqda o'zgartirib, ish unumdorligini oshirsangiz bo'ladi. Aytgancha, bu bir kunda 8 gektardan 10 gektargacha yerda ishlay olish qobiliyatiga ega. Shuncha 8 gektardan 10 gektargacha yerni bemalol kartoshkasini ekib beradigan apparat hisoblanadi. Bu yana bitta modelimiz L201 modeli ham bor. Buni 2 qatorlisi. Kichkina оборотный joylarga, gektar emas, endi hovlilar bor. 40 sotixli, 50 sotixli joylar bor, hurmatli kuzatuvchilar. Bunga ham xuddi shunaqasidan olib qo'yganmiz. Bu tomonlarini ham o'ylaganmiz, hurmatli kuzatuvchilar. L201 modeli 2 qatorli bo'ladi. Bu ham 70 sm.
xuddi shu aytib o'tganimizdek, buni ham 20 sm dan 40 sm gacha oralig'ini bemalol moslashtirsangiz bo'ladi. Kartoshka oraliq ekish. Bunda ham ikkita oldi ochari bor hamda ikkita yopari bor. Diskviy baronasi. Mana ko'rsatib o'tib ketayim birdan. Bunda ham xuddi shunaqa ikkita diskasi bor. Bu yopib ketish diskviy baronasi. Yana bitta plus tarafi mana bemalol chiqib kartoshkani ko'rib, qarab, bemalol kuzatib ketaversanglar bo'ladi. Yaxshi tarafi buniki. Yana bitta plus taraflaridan bu agregatimizni qo'lda ekkandan ko'ra bu agregatda ekkanda chuqurligi hamda yopilish sistemasi bir xil bo'ladi. Bu hosildorlikda asosiy unumdorlikdan biri hisoblanadi. Unumdorligini beradi. Do'stlar, bu videomiz sizlarga yoqqan bo'lsa, bizga like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Narxlari qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada plus belgisini qoldiring yoki quyidagi raqamlarga aloqaga chiqing.